Hurmatli obunachilarimiz, yana bitta avtomashinamiz keldi. Egalaridan savdolashib qo'yib beramiz. Sotib beringlar deb kelishgan ekan. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Mashina haqida ma'lumotlar berib yuborsangiz aka. Mashina 2014-yil. 2014-yilda ishlab chiqarilgan. Kraskalari? Kraskalar orqa eshik Kriloda bor. Orqa eshik Kriloda. 190 ming yurgan. Aha. Avtomat korobka. Nima kamchiliklari bor? Nimalari bor? Aka, buni yurganlari hammasida ma'lumot bering. Gazlari bormi? Gazlar bor. Luklari ishlab turibdi, ha? Hadavaylarda ishi yo'q, motorlari hammasi joy-joyida, chotga. Bitta salonni obzor qilib beramiz. Hurmatli obunachilarimiz, kraska qaysi eshikda bor dedingiz? Orqa eshik, tomon orqa eshik. Orqa eshikda. Mana bu yerda miyatinasi bor ekan, hurmatli obunachilarimiz. Kichkinagina avtomashinamiz juda chiroyli holatda. Xo'sh, shu eshikda miyatinasi bormi? Kraskasi. Bitta bilan Kriloda. Ikkita detalda hurmatli obunachilarimiz, kraskasi bor ekan, saloni chexolni almashtirib olasizlar. Chexol, yangi chexol bitta bonus qilib berilar ekan. Xo'p, avtomashinamizni ko'rishingiz mumkin. Holatini, luklari chotga holatda ishlab turibdi. To'rtta yumshoq ballonchalari bor ekan, gazi bor ekan. Aka, bu avtomashinamizni nech pul deymiz endi narxini? Narxini 100 million deb aytyapti. 100 million. Kelishtirib berayotgan joyi bormi? Oxiri qanchagacha qilib berasiz? Naqd pul bilan esa 98 gacha qiladi. Aka, qarang, o'zingiz nomeringizni qo'yib beramiz. Bizga bir so'm pulingiz kerak emas. Prema klientlarni o'zi sizga telefon qiladi, chiroqli kelishtirib xursand qilib jo'natsangiz bo'ldi. Bunker avtokreditda faqatgina aka shu mijozlar xursand bo'lsin deb nomerlar qo'yib beramiz o'zlaringizini. O'tgan safar bitta Spark qo'ydik, 75 millionga savdolashib berdik, baraka bo'ldi. Yana bitta ma'lumot, u Vikipga ham kelishaveramiz agar. Vikipga ham bo'ladi, ha? Vikipga ham bo'ladi. Hurmatli obunachilarimiz, bu avtomashinamiz naqdga va Vikipga ham chiqadi. Telefon nomerlarini yozib qoldiramiz, aloqaga chiqasizlar.